Xo'jayli Diana Cafe Sotning qarshidagi 2 etajli domlarimizdan 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilyapti do'stlar. Bu yog'imizda garajimiz bor. 3-podez 1-etajda joylashgan. Domimizning sirtqi ko'rinishi shunday holatda. Bu yog'imizda podbalimiz bor. Podbalimizni video davomida ko'rsatib o'taman. Podezlarimiz toza holatda. Kirgan yerimiz shunday bo'lib boshlanadi. Bu yog'imizda turimizda kuxnyamiz joylashgan. Bahasi 280 million so'm aytilyapti. Kelishimli. Payg'azi bor. 91lik kodi bilan 382 85 25 nomerlaridan xabarlashib, to'liq ma'lumotlarni olib, savdolashib, sotib olsangiz bo'ladi. Zalimiz bu yog'imizda keyingi xonalarimiz joylashgan. Bolalar yotoqxonasi. Tozalik xonamizda bor. Ota-onalar yotoqxonasi. Hammaga nasib etsin deb qolaman do'stlar. Endi uyimizning podbal bo'limini ko'rsatib o'taman. Podbalimiz keng, ko'p zot qo'ysa bo'ladi. Shu yergacha ko'rgan hammaga rahmat. Videoga like bosib, Xo'jayli tanishlarga yuborib qo'ysangiz bo'ladi.